Kvartira narxida ko'rib turgan kichkina kompaktni kottejni sotib olishinglar mumkin. Bittasi уже baraka bo'lgan, ikkinchisiga inshaalloh ulgurib qolinglar. Bismillah. Uyimizga kiraverishdagi holdan kirishingiz bilan zerkalni oynalarni kattasini qo'yib qo'yishgan. Gostivoy zal. O'sha 5 xonadan iborat uyimiz Yakkasaroyda joylashgan. Kuxnya, mebel texnikani o'zingizlar xohlaganda jihozlashinglar mumkin. Gostivoy санузел. И родительский спальня o'zi birinchi etajda. Etajimiz 3 etajdan iborat. Uyimiz o'zini terrasasi ham mavjud. Hozir sizlarga terrasani ham ko'rsatib o'taman. Videoni o'tkazib olmaylar inshaalloh. Master spalni o'zini sanuzeli bilan va panorama oynalar bilan. Detskiy xona qizlar uchun va o'g'il bolalar uchun yana bitta detskiy xona. Gostivoy санузел ikkinchi etajda. Va bu bizani terrasaga chiqish. Bu bizani terrasa. O'rtoqlar, video